noto'g'ri tushunib qolishmasin. Bizga qarshi fikr bildirib forekschilar $500 dan $1 million qilib yuborishadi. Ularnikini nima uchun qimorga tenglayapman? FX da savdo qilaman deydi. O'zi FX degan so'z ma'nosini bilishmaydi. O'zbekistondagi inflyatsiya foiz bilan Amerikadagi foizi ham farqlari ancha kattaroq. Bu degani har 4 ta kirgan odamdan bittasi foyda qiladi, qolgan 3 tasi yutqazadi. Bizda nimaga dollar ko'tariladi deydi. Realni O'zbekiston sharoitida $10,000 pul yig'ish bu juda ham qiyin narsa. Masalan, siz ham chiqib turib, mana bir pochkani shunday ko'rsatib turib, mana 3-4 pochkam bor desangiz, любой odam ishonadi. Uni aksiyalarini O'zbekistonda birinchi marta blok qilishgan. Bizga kerak bo'lsa kompaniyani 3 kun, 1 haftalab o'rganamiz. 90% holatda real bozorga olib chiqmaydigan moliyaviy industriya ko'payib ketdi. Hech qaysi dunyoda yo'qki, odam yo'qki, buruni pulini ko'paytirib beradigan. Masalan, men aksiya oldim degani o'zi nimani oldim? $5,000 oshiq balans bilan ishlamoqchi bo'lgan investorlarni birlashtirish. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, treyderlar va investorlar. Bugun sizlar bilan shu halol trading va investitsiya bo'yicha ishlayotgan shu treyderlarimiz uchun albatta foydali bo'ladigan mavzularni gaplashamiz, xudo xohlasa. Bugungi mehmonimiz Odilbek aka bo'ladilar. Bularning avvalgi faoliyati Nurinvest kompaniyasida bo'lgan va hozirda M-Trade akademiyasi asoschisi. Assalomu alaykum Odilbek aka. Va alaykum assalom. Taklif uchun rahmat, Razizxon. Sizni ham anchadan beri taniymiz. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa bugun sizni kuzatuvchilaringizga yoki aytaylik umuman ommaga trading va investitsiya bo'yicha to'g'ri bo'lgan loyihalarni ochiqlaymiz. Albatta shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, shu Sadik Invest deb tashkillashtirayotgan yangi bir loyihangizda qatnashayotganimdan, o'sha yerda bir moliyaviy mutaxassis bo'lganimdan juda ham xursandman avvalo. Rahmat sizga. Bu juda ham bir quvonarli yurtimiz uchun, umuman olganda O'zbekistonda bir adolatli, qadriyati bor bo'lgan aytaylik sohalardan bo'lgan tradingni chiroyli yo'naltirishlikda, targ'ib qilishlikda juda ham kuchli o'rinda deb o'ylayman. Xudo xolasa Alloh taolo ishingizlarga bir manfaat berib, baraka keltirsin. Boshlagan ishingizlarga so'z boshida omad tilab qolaman. Rahmat Odilbek aka sizga ham. Avvalo shu yuqorida aytib o'tgan Sadiq Invest loyiha sizga ham va bizga ham, mana auditoriyamga ham qiziq. Avvalo hozirgi boshlagan loyihamiz haqida qisqacha aytib o'taman. Endi sizni va meni faoliyatim va bundan keyingi loyihamiz faoliyati albatta mana bu halol investitsiyaga qiziqqan insonlar uchun, investorlar uchun albatta qiziq bo'ladi va iloji boricha O'zbekistonda shu halol investitsiyani rivojlantirishga va investorlarga investitsiya qilishni osonlashtirishga va eng qizig'i mana bu bilasiz hozir mana bu noto'g'ri bo'lgan yo'nalishlar targ'ibot juda ham ko'payib ketgan. Endi bularni iloji boricha xalqqa chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Va mana bu bizani boshlayotgan loyihamiz auditoriya uchun albatta aytishim kerak, chunki bu narsani juda ko'pchilik kutdi. Biza boshlagan yangi loyiha Sadiq Invest Club loyihasi. Bu O'zbekistondagi top mutaxassislar va rivojlanishni xohlagan investorlar va yosh treyderlar uchun manfaatli bo'ladigan biznes klub holatda tashkillayapmiz va xudo xolasa bugungi suhbatda bu mavzuni ham gaplashib o'tamiz. Albatta, rahmat, xudo xolasa. Mavzu o'rnida hammaga foydali bo'lishligi uchun endi bizani noldan kuzatayotganlar ham bor, yangi investorlar ham bor oramizda. Endi investitsiyaning mohiyati haqida bir qisqacha gaplashsak ancha yaxshiroq bo'ladi. Hozir bilasiz Odilbek aka, shu ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanib ketgan derivativlar savdosi va contract for difference, ya'ni egalik huquqsiz qilinadigan savdolar rivojlanib ketgan va albatta bu narsani bir tomonlama tegi ham yo'q va eng muhimi shu undan keladigan daromad shu joiz formatda bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu narsani endi biza shu biladigan mutaxassis bo'lganimiz uchun ham xalqqa yetkazsak manfaatli bo'ladi. Juda ham yaxshi g'oya. O'zi ijtimoiy tarmoqda meni kuzatayotganlar bo'lsa, mabodo Instagram tarmog'ida Abdurashid Odilbek yoki M-Trade past chiziqcha akademiya deb qidirsanglar chiqadi. Men deyarli faqat shu yo'nalishdagilar bilan kurash olib boryapman. Ayniqsa o'sha qorong'u setup deymizmi, o'sha O'zbekistonda trading atmosferasi bo'lsa, o'shani bir qorong'u bo'g'ini shular bilan kurashishga harakat qilyapman. Nimaga sabab? Butun O'zbekistonda 90% holatda, statistikasi haqida gapiradigan bo'lsam, 90% holatda real bozorga olib chiqmaydigan moliyaviy industriya ko'payib ketdi. Ya'ni real savdo yo'q, haqiqatda invest qila oladigan hudud yo'q. Mana shu narsani targ'iboti kuchayib ketdi. Albatta bu narsaga biz mutaxassis sifatida to'g'ri yondashmasak, ommaga to'g'ri fikr bildirmasak, bu bir o'rinda bizga albatta qanaqadir ma'noda xalqqa bir o'ylamagan yoki qanaqadir xalqqa bir manfaatiga bir ozgincha hissasini qo'sha olmagan degan xususiyat va xislat beradi. Biz shu sohani mutaxassis sifatida, o'rinlisi sifatida yoki qanaqadir ma'noda bir qancha shogirdlarni chiqargan bo'lsak ham, ular albatta kesim jihatda juda ham kam hozir. To'g'ri. O'sha ijtimoiy tarmoqda kurashib boryapman, ko'rsanglar bo'ladi. Bu qanaqadir reklama emas. Bu faqat ogohlik.
ogohlik. Albatta, Sadiq Invest loyihasi ham mana shunda bir judayam bir o'rinli iz bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, endi investitsiya haqida fikr bildirar ekanmiz. O'zi investitsiya qilish yoki investitsiyani qayerga sarmoya kiritishlik degan statistikaga ozgincha yondashsak, statistik jihatdan olganda O'zbekiston sharoitida odamlarning ko'p fikri investitsiyada uylarga, aytaylik Klassik bizneslarga. klassik bizneslarga, masalan, qanaqadir joy olib qo'yib, uni ko'tarib remont qilib sotishlik yoki umuman olganda nejiloyga, aytaylik qisqacha so'zda xalq tilida aytgan nejiloylarga sarmoya kiritishlikka bo'lib qolgan. Bu qanchalik o'rinda, qanchalik yuqoriga o'sadi? Lekin u narsani hozir chegarasi yetib kelyapti borgan sari, chunki ipoteka kreditlar oshib borgan, uylarning narxi patolog bo'lgan, aytaylik qanaqadir ma'noda, va ular son jihatdan ham uylar soni ko'payib boryapti. Ya'ni bozorda talab va taklif degan asosiy qoida bor. Mana shu talab va taklif qoidasi bir-biriga prinsipial ravishda doim tenglashishga harakat qiladi. Endi taklif ko'paygan sari talab shunga qarab yetisha olmasa, albatta endi taklif nima qiladi? Tushiriladi. Ya'ni narx tushiriladi. Son jihatdan ko'payib ketdi axir. Talabga mos bo'lishlik kerak. Ana shu uchun uylar bozoriga yoki qanaqadir o'sha nejiloy deydimi, yashaydigan hududlarga invest qilishlik hozirda juda ham sust tarmoqqa aylanayotganini bir tarafdan guvohi ham bo'lyapmiz. Oldimizga kelgan o'sha shu sohada yuradiganlar bilan aytaylik suhbatlarimiz davomida ham yoki umuman olganda statistikamiz jihatdan olib qaraganda ham so'mimizni, bizni valyutamizni anaqa yillik inflyatsiyasi jihatdan olib qaraganda ham bu narsa unchalik o'zini oqlayapti degan umidda emasman. O'shaning uchun investitsiya qilishda eng yaxshi yo'llardan bittasi fond bozori. Albatta bu yo'nalish ayniqsa men ta'kidlab aytamanki, qaysidir davlat yo'nalishiga emas, balki O'zbekiston o'zini fond bozoriga ham qilinsa, menimcha ancha manfaatli bo'ladi. Chunki 2023-yil adashmasam mart oylarining oxirida ishga tushdi fond bozorimiz. O'zbekistonda bir qancha kompaniyalar, hozir mingdan ortiq kompaniya bor adashmasam, o'sha mingdan ortiq kompaniyalarni bemalol invest qilish mumkin, ularga sarmoya kiritishlik mumkin va ular hozirda o'suvchan. Juda ham o'suvchan. Men bitta juda qiziq voqeaga duch kelib qoldim yaqinda. SKB bankni bir qancha haftadagi o'sishi 100% yaqin bo'lgan. Aksiyalarning qiymatini o'sishi juda ham tez o'sib ketgan va uni aksiyalarini O'zbekistonda birinchi marta blok qilishgan. Ya'ni savdosini vaqtinchalik to'xtatishgan. Bu endi Amerika bozorida juda rivojlangan narsa. Bizda endi fond bozorida Amerikada kompaniyalarni savdo qilgan paytimizda ko'p duch kelganmiz bu narsaga. Deyarli har kuni desak ham mubolag'a bo'lmayman. Har bir kompaniyalarda shunaqa. Lekin bizda muzlash bir necha daqiqalik bo'ladi, 15 daqiqalik odamlarni o'ziga kelolaring degan hodisada. Lekin O'zbekistondagi fond birjasida ham mana shunaqa spekulyativ holat bo'lganligi meni juda ham qiziqtirdi. Va bu nimadan dalolat? Odamlarni investitsiyaga bo'lgan layoqati yuqorilashyapti va aytaylikki, O'zbekistonning o'zida ham bemalol oyligidan oylikka yashayotgan insonlar ham qanchadir 10% bo'ladimi, 20% bo'ladimi mablag'idan qisqacha ajratib O'zbekiston fond bozoridagi kompaniyalarga ham investitsiya qilsa bo'ladi nazarimda. Agarda men sohada bilmayman, men trade qilishni bilmayman, invest qilishni tushunmayman deydiganlarga ham bu noqulaylik tug'dirmaydi, chunki qaysidir bank karta ilovalari ham kerak bo'lsa, hammasida masalan Beeline O'zbekiston yoki qanaqadir multikart kabi ilovalarning o'zida shu invest qilish uchun sharoitlar bor. Hamma imkoniyatlar yaratilgan va bu menimcha ancha osonlashtirilgan. Ya'ni biz shu sohaning mutaxassis sifatida men Amerika bozoriga kirib, u yerda strukturasini o'rganib, qanchadir vaqt sarflagandan qo'shimcha sifatida unga ham albatta qiziqish kerak, chunki u yoqda iqtisodiyoti biznikiga qaraganda уже legallashib bo'lgan. Bizni fond bozorimizni shakllanayotganiga bir necha yil bo'lgan bo'lsa, unikiga bir necha asr bo'lyapti. U yoqqa qo'shilgan afzal, to'g'ri. Lekin u yoqqa qo'shilish uchun ham boshlanish setapni bu yoqdan boshlasa ham yoki Sadiq Invest kabi yoki umuman olganda aynan bizga yoki Lazizxonga boringlar degan ma'no emas. Umuman o'sha trading klublarga, to'g'ri investitsiyani targ'ib qilinadigan akademiyalarga borib ta'lim olib, tezda shu yo'nalishlarga kirib ketishligi ancha yaqinroq, yaxshiroq bo'ladi. Endi statistik jihatdan fond bozoriga kiritilgan investitsiyalarda yillik hisob bo'yicha masalan o'tgan yil hisob bo'yicha fond bozori deyarli juda ham jadal ravishda o'sdi. Bu taxminan olib qaraganda 20-35%. Invest hisobida 20-35% atrofida fond bozori ko'tarildi.
oxirgi yillarda. lekin ancha qiyinlashuv ham bor, murakkablashib ham bor. Lekin Strategiyalar o'zgarib. bizani endi biz treydermiz bunday olib qaraganda ham invest ham man endi invest nuqtai nazaridan aytyapman. Investitsiya qilinganda 20-35% atrofida kapitallik qo'shib berildi bu narsaga. Keyin 20-35% deganimga odamlarda qanaqadir fikr bo'lishi mumkin. Men bankka pul qo'ysam ham mana shunaqa bo'lishi mumkin-ku. Yillik 22% beradi degan tushuncha bo'ladi ko'pincha. Yo'q, buni adashtirmaslik kerak, chunki bizani so'mimiz va dollarning inflyatsiyasi hisobidan olib chiqib qaraganingizda deyarli siz qilgan investitsiyani o'sishi matematik jihatdan 5-6% ga teng keladi xolos. Bankka qo'yilgan pulda kerak bo'lsa. To'g'ri. Albatta bu shar'iy mezonlarga qanchalik to'g'ri keladi, uni endi O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki qaysidir diniy idoralarga borib so'rab surishtirib olgan ma'qul, lekin men statistika jihatdan gapiradigan bo'lsam, soha mutaxassisi sifatida yillik o'sishlik 5-6% ga teng keladi xolos. Bunaqa ko'p o'smaydi. Ya'ni bankka qo'yilgan pul, chunki so'mimiz inflyatsiyaga uchraydi, дополнительный plyus qanaqadir ma'noda dollarning o'zi ham qanchadir inflyatsiyaga uchraydi. Men aytayotgan narsa umumiy dollar hisobida kiritilganda, dollar hisobida Amerika fond bozoriga invest qilinganda, umumiy hisobda 25-30% yillik daromad qilish imkoniyati bemalol mavjud. Xo'p, yuqorida bir mana bu nejirlarga invest qilish haqida tushuntirib o'tdik, ya'ni gapirib o'tdik. Endi bu narsani men investorlarning tarafidan olgan holatda bir soddroq tushuntirib bermoqchiman sizga. Ya'ni qanaqa? Endi O'zbekistonda обязательно o'zbekchilik degan narsa bor, ya'ni bizda shunaqangi bir mentalitet bor. Hamma tushungan, bilgan narsasiga investitsiya kiritadi. Endi to'g'ri aytasiz, misol 2 xonali kvartira, 3 xonali kvartira olib $100,000 Toshkentdan oladigan bo'lsangiz, yillik holatda bir 8-9, maksimum 10% foyda ko'rishingiz mumkin arendadan. Uni narxi ham ko'tarilishi mumkin. Endi bu yoqda hozir gaplashyapmiz. 20-30, kerak bo'lsa endi o'zimiz shu bilamiz bu narsani 50-100% olish ham imkoniyati bor narsada. Lekin bu narsani bu yoqda hali O'zbekistonda ko'p investorlar bu narsani tushunmaydi, bilmaydi. Sababi endi yuqorida ko'tarmoqchi bo'lgan mavzuyim noto'g'ri targ'ibot bo'lganligi uchun, trading shu insonlarning fikrida bir harom bir yo'nalish bo'lib tushunib qolganligi uchun va endi bilasiz, bir ikki yosh chiqayotgan treyderlar deb qilish mumkin bo'lgan narsa, lekin shu qadriyat jihatda to'g'ri kelmaydigan razgon temasini ko'tarib qo'yishganligi uchun endi to'g'risi qo'rqib qolishgan. Endi mana og'iz kuygan qattig'i puflab ichadi deganda, to'g'risi shuncha misol uchun 20,000, 30,000, 50,000 pul yiqqan odam to'g'risi ishlab yiqqan, u pulni qadrini biladi. Mayli, xatab yo'qib ketmasa ham deydi, kamroq foyda kelib tursa ham deydi, bir o'zim biladigan yo'nalishga invest qilsam degan xayolni o'ylaydi обязательно. Va shu yuqorida aytganingizdek, mana bu so'mma qiymat tushishi va inflyatsiyani hisobiga 5-6% foyda ko'radi deb aytdingiz. Bu narsa to'g'ri, lekin yana bitta narsaga biz e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ya'ni O'zbekistondagi inflyatsiya foiz bilan Amerikadagi foizni ham farqlari ancha kattaroq. Albatta. Misol uchun hozir Amerikada 4%mi? 4.25 Yo'q, hozir 2.5 ga tushgan adashmasam oylik. Endi bu Yillik statistikasi shunaqa. Yillik statistikasi shunaqa. Endi bu qarash bilan qaraydigan bo'lsak, endi u yoqda amerikanskiy institutional kompaniyalarning foizi o'rtacha 19-20, maksimum 25%, ya'ni 10-25% gacha prognoz berishadi. Endi ularda inflyatsiya 4% bo'lib turgandan keyin yillik aytaylik 15-20% ishlaydigan bo'lsa, bu degani inflyatsiyaga nisbatan 4-5 barobar degani. O'zbekistonda menimcha oxirgi yilda 12-13% chiqdi menimcha. 12-11% atrofida chiqdi. Endi uni 8-9 ga tushirish arafasida hozir Markaziy bank endi hali tushgani yo'q bu narsa. Endi bu degani biz Amerikani etapiga yetishimiz uchun mana shu 12-13 ni biza 4-5 multiplikator ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 50-60% foyda ko'rsakgina Amerikani urovini yeta olamiz. Ya'ni biza bu yoqda o'tirib olib, realniy mana bu 30%, 40% topsak biz uchun zo'r deb o'ylashimiz mumkin, lekin bizda inflyatsiya ancha balandroq. Lekin yana bitta narsa bor, bilishingiz kerak bo'lgan. Buni o'zi bilasiz. Obunachilaringiz bilishi kerak bo'lgan yoki bizni kuzatayotganlar bilishi kerak bo'lgan narsa. Dollar inflyatsiyasi bilan so'm inflyatsiyasini hisobi sal boshqacharoq yuradi. Buni ko'rdik, tafovuti bor orasida, lekin doxod jihatidan yoki bankka qo'yilgan pul jihatdan inflyatsiya sarhisob qilinganda biz so'mda qo'yganimiz katta foizda chiqadi-yu. 21-24% da biz sizga yillik beramiz degan narsani ilgari surishadi, iddao qilishadi bankdagilar. Men bankka qarshi chiqmoqchi emasman. Shunaqa iddaoda o'zi aslida kam protsent bo'ladi. Nimaga? Chunki siz o'zi mafkurada moliyani dollarda sarhisob qilib o'lchaysiz, masalan trader yoki investor, chunki siz dollarda obmen qilib yurgansiz har doim savdoni. Mana shunaqa holatda hisoblaganingizda, dollarda sarhisob qilganingizda mamnaqa foiz ekan deganda aldab qo'yish joyi bor-da. Dollarda inflyatsiyasini inobatga olib,
Даже dollarning inflyatsiyasini inobatga olib, ham so'mning inflyatsiyasini birga yig'indi qilish kerak. Teskari o'lcham, ya'ni matematik jihatdan shunaqa sarhisob qilinadi moliya sanoatida. Chunki uni yig'ib sarhisob qilmasangiz, bizda nimaga dollar ko'tariladi deydi. Tushunyapsizmi? O'zi orasidagi tafovut shunaqa. Unda bir-biridan ayrilib hisoblanadi. Orasidagi tafovut shunaqa. Ya'ni dollardan so'mga chegirma qilganda, masalan, dollar 12.000 bo'lib ketdi, dollar 13.000 bo'lib ketdi deydi-yu. O'zi aslida bu dollarni qadriyati ko'tarildi, so'mga nisbatan ko'tarildi emas. Bizani so'mimiz inflyatsiyasi ham kattalashdi degani. Inflyatsiya kattalashib ketdi. Dollar inflyatsiyasi ham bor. Hozir dollar inflyatsiyasi ham zo'r bo'lgani hisobiga, yaxshi bo'lgani hisobiga ommadan so'mimizni inflyatsiyasi o'zgarishsiz qolgan holatda ham sal tushdi, 12.000 ga qaytib keldi. O'rtada 13.000 ga chiqib ketdi. Agar Amerika dollarini qadriyatini yana ko'tarsa, inflyatsiyasini tushirsa, ancha tushirsa, vaholanki yana dollar ko'tariladi. Ana shu yerdagi foiz o'lchamlar inobatga olganimizda biz O'zbekistondagi ko'p jihatlama invest qilganda, masalan, aytaylik o'sha bankka invest qilgandan ko'ra, Amerika fond bozoriga invest qilib, ancha shu 4-5 barobar atrofida, kerak bo'lsa 10 barobar atrofida ham foydani olishligimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri. Men endi shu faoliyat davomida ko'p man bu investitsiyaga kirmoqchi bo'lganlar bilan suhbatlashganman. Endi bu narsani o'zim juda yaxshi bilasiz. Investitsiya qilmoqchi bo'lgan odam, umuman man bankka omonat qo'ymoqchi bo'lgan odamning ham asl maqsadi prosta man bu yoqda 100 ming dollar pulni investitsiya qilib qo'yishmasda, ko'pchilik ishlaydi. Oyligidan orttirib, nimadirga erishay deb turib, bankda yig'ishga harakat qiladi. Yokida uyiga yastig'ini tagiga qo'yadigan narsa bor bizada. Shunaqa, ya'ni bu yoqda investitsiya qilayotgan jarayonda bozordagi investorlarning ham ko'pi, mana bu retail treyderlarning ham ko'pi bitta katta summa bilan kirishmaydi. Men bilishim bo'yicha 80% kichkina summa bilan boshlab sekin-sekin ko'tariladi. Qo'shimcha invest qo'shadi. Bitta bir balansdan boshlab sekin shuni reinvest qilib aylantirib ko'paytiradi. Endi aynan shu mentalitetda rivojlantirayotgan jarayonda o'zbeklar biladigan, o'zimizlar biladigan sistema bu-da. Bank orqali yokida qayergadir yig'ish. Yokida endi faqatgina bankka to'xtalib qolmaylik. Misol uchun shu men bu halol yo'l bilan pul ko'paytirish mumkin bo'lgan bizneslar mavjud. Ya'ni bu invest ham bo'lishi mumkin misol, pul yig'ish nuqtai nazaridan. Lekin shu aytganingizdek, buni inflyatsiya bilan ancha bir tekis bo'lib qolish holatlari bor. Endi bu narsani auditoriya ham bilish kerak. Aksiya bozorida ham, fond bozoriga investitsiya qilgan holatda ham endi shunaqa tushunib qolishgan, endi to'g'risi auditoriya. Men bu forex degan yo'nalishga kiradigan bo'lsam, men kichkina pul bilan kirib katta natija chekita olaman degan xayolda o'ylaydi. Men aksiya bozoriga kiradigan bo'lsam, unda realniy aksiyalar bilan ishlash kerak, uzoq muddat kutish kerak, 10 ming, 20 ming bilan kirish kerak degan xayol bor. Lekin realniy O'zbekiston sharoitida 10 ming dollar pul yig'ish bu juda ham qiyin narsa. Aynan shu mafkurada xato borda. Odamlarda noto'g'ri tushuncha bor. Xuddi men kattaroq pul kerak, men aksiya bozoriga kirishim uchun degan. Yo'q, unaqa narsa yo'q o'zi aslida. Amerika fond bozorida bilamizki 10 mingdan oshiq kompaniyalar bor. 10 mingtadan oshiq fond bozorida ofitsialniy savdo qildiriladigan kompaniyalar bor va u kompaniyalar orasida bizani nazdimizda tushunadigan tilda penny stock, ya'ni aksiyasining qiymati kichik bo'lgan kompaniyalar ham bor. U kompaniyalar kerak bo'lsa bir kunda 100% ham yurib ketishi mumkin, 1000% ham yurib ketishi mumkin. To'g'rimi? Biz shu narsalarni ko'p guvoh bo'lganmiz, o'zimiz ham aynan shu yo'nalishlarda kerak bo'lsa savdolar qilib boramiz. Ya'ni bu mafkurada tushunishimiz kerak bo'lgan narsa. Odamlarda to'g'ri fikr yuritish uchun. Fond bozorida ham, aksiyalarda ham investitsiya qilayotgan yoki trade qilmoqchi bo'lganda, aynan forexda emas, fond bozorida ham kichkina summalar bilan ishlash mumkin. Bemalol ishlash mumkin. Faqat bu yerda odamlarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan, yolg'on marketing. Ya'ni xuddi qimorni marketingini ishlatganda ishlatishadi. Qimorda qanaqa reklama qilishsa, shunaqa tradingni ham shunaqa qo'sh tirnoq ichida shunaqa reklama qilishadi. Aslida esa bu marketingning qorong'u qismi deb ataladi va o'zi islom dinida ham yoki o'zimizning dinimiz musulmon dinida ham aytaylik, bu narsa qoralangan. Bu qanaqa desa, pul bilan chaqirish odamlarni. Men kichkina summadan faloncha qildim, keyin bir qancha pochkalarni ko'rsatib turib. Masalan, siz ham chiqib turib, mana bir pochkani ko'rsatib turib, mana 3-4 pochkam bor desangiz, любой odam ishonadi. Har qanday holatda ishonadi. Lekin bu qanchalik to'g'ri mentalitetga? Ana shu to'g'ri bo'lmasligi. Bu odamlarda bizni kuzatib turgan, ana shuncha pul ko'rsatib turgan odamlarda shunaqa tuyg'u uyg'otadi-da. deydi, men deydi. Demak, u meni shunaqa qilib bera oladi, ya'ni meni shunaqa pul toptirib bera oladi degan tushuncha. Bu odamlarni to'g'rilab olishi bu kerak bo'lgan eng ideal fikr.
hech qaysi dunyoda yo'qki, odam yo'qki, birovni pulini ko'paytirib beradigan. Hech kim yo'q. Любой odam faqat o'zim bo'lsam deydi. Chunki hammani qalbi o'zi ko'r bo'lib qolganda, ya'ni hamma dunyo bilan ko'radi hamma narsani. Dunyoni qiymati bilan o'lchaydi. Demak, hech kim yo'qki, pulini ko'paytirib beradigan. Hech kim yo'q pulini ko'paytirib beradigan. Mana bunaqa pullar bilan chaqirishlik bu to'g'ri emas. Bu to'g'ri emas. Forex-dagilar ham aynan shu narsani o'zlariga singdirib olishgan. Shunaqa pul shunaqa deb chaqirishadi yoki qanaqadir scam profillar ishlatishadi yoki brokerlar bilan aytaylik qanaqadir partnyorskiy ship bo'lib ishlashadi. Ana shunaqa holatlarda aytaylik $500 dan $1 million qilib yuborishadi. 5 aytaylik qanaqadir $400 dan $10 ming qilib berishadi. Men o'zim Forexga juda ham ko'p qarshi dalillar topganman. Ularni faoliyati to'g'risida, ularning qimor ekanligi to'g'risida juda ko'p fikrlar bildirdim ijtimoiy tarmoqda. Va u ommatan aytaylik qanaqadir negativ fikrlarga ham sazovor bo'ldi va pozitiv fikrlarga ham sazovor bo'ldi. Albatta hamma narsa o'z barobarida. Negativ fikrni Forexda ishlab yurgan odamlar berishdi. Pozitiv fikrlarni ham Forexda ishlab yurgan odamlar bildirishdi. Qiziq joyi shunda. Nimaga desa, chunki ular o'zlari haqiqatda menga ochiqlashyapti. Men $400 bilan 10 ming qilganman, pulimni hech bermagan. Men $100 bilan 2 ming pul qildim, meni pulimni hech bermadi. Bular mashinaga ekan. Vaholanki eng tepada turadigan soyalari bularni, eng tepada turadigan ustozlari ayni ular ishlatadigan brokerlarni taklif qilishga mashinada ishla deyishgan, targ'ib qilishgan. To'g'ri. Qo'shtirnoqchida. Endi qarabsizki, yana bir tushunmovchilik bo'lgan joyi bor. Mana shuni ozgincha gapirib o'tib ketmoqchiman. Bularni hammasini brokerlari Yevropadan yoki qaysidir offshorniy zonalardan ro'yxatdan o'tishgan. Bu aniq. Buni bemalol litsenziyasiga kirib, shartnomalariga o'sha pastida About Us degan joy turadi. Любой saytda ko'rinadi. Bularning hammasi Amerikaga tegishli emas. Lekin hammasi Amerikaning fundamentidan foydalanishadi. Amerikaning statistikasidan foydalanishadi. Amerikadagi non-farmdan foydalanishadi. Amerikadagi Fed raisining o'zgarishidan tortib, Fed raisini chiqib turib minbarda gapirishi, good afternoon deyishigacha foydalanishadi. Va Amerikaning pulini topishga harakat qilishadi. Ko'ryapsizmi, nechta omil sanayapman. Hammasi Amerikaga tegishli, Amerika berayotgan statistika hammasidan foydalanishadi, o'zlari esa Yevropa qaysidir brokerdan foydalanishadi. Xuddi real bozorga chiqayotgandek. Bular real bozorga chiqmaydi. Kerak bo'lsa o'sha brokerning shart-sharoitida ham, litsenziyalarida ham hamma narsasini keltirib o'tiringan. Biz real bozorga chiqmaymiz. Bizda e-book va b-book degan bo'lim bor. Deyarli 90% holatda bizdan foydalanadigan investor yoki treyderlar hammasi b-bookda. Bu o'zlari ham biladigan statistika. Ya'ni brokerni o'zi bilan oldi-berdi qiladi. Tasavvur qiling, siz bilan kimdir oldi-berdi qilsa, masalan, siz o'zingizni foydangizni o'ylaysiz, oldi-berdi qilayotgan odam o'zini foydasini o'ylaydi, to'g'rimi? Faqat bu yerda qonuniy shartnoma bo'lib qolsa bo'ldi. Ikkalanglar bir-birlaringizdan foydalanmoqchisizlar. Endi tasavvur qiling, biznes sizniki bo'lsa, bemalol foydalanuvchini agar sizga yoqmay qoladigan yoki sizdan ko'proq foyda oladigan holatda yopib olasizmi? Yopib olasiz. Nimaga odamlar mana shu narsani tushunishmaydi? Mana shu narsani tushunishga harakat qilishmaydi. Mana tushunish kerak bo'lgan narsa. Va men istardimki, har bir foydalanuvchini, bu ogohlik o'zlari ham sinab ko'rish mumkin. Har bir foydalanuvchini siz qaysidir bozorga kiryapsizmi? O'sha bozorning ichidagi o'sha yashin iqtisodiyot deydimi, o'sha ichidagi qaysidir instrument sotib olmoqchimisiz? O'sha instrumentni statistikasi sizga kim berayotgan bo'lsa, o'sha instrument kimniki bo'lsa, kim nazorat qilsa, broker ham o'shanga tegishli bo'lsin. Foydalanuvchi sifatida o'shandan oling hamma narsani. Amerikami? Bo'ldi, Amerikanikidan foydalanish kerak. Nimaga boshqa joylarnikidan foydalanish kerak? Sababini tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, u sizga yechib beradigan pul ham dollarda. Endi tasavvur qiling, o'sha dollarni Amerika ularga ruxsat berganmi? Amerika kim o'zini pulini nimaga birovga ruxsat berish kerak? To'g'rimi? Endi bu foydalanish huquqi bor hammani. Shu. Endi albatta bu to'g'ri ma'no, lekin men o'ylardimki, to'g'ri yo'nalishga o'zlarini urishsa, aynan bizga kelib yoki sizga kelishi shart emas. Ijtimoiy tarmoqdan qidirishsin. Men maslahat beradigan akademiyalarim ko'p. Yaxshi fond bozorini chiroyli targ'ibotini amalga oshiradigan. O'zim avval ishlagan joyim Nur Invest yoki Uplift yoki fond bozori haqida ma'lumot beradigan HPS bo'ladimi yoki Optimus bo'ladimi? O'zida Toshkentda yoki umuman olganda respublikamizda ko'p bunaqa. Lekin sanoqli bo'lsa ham. Sifatlilari hozir sanab o'tganlar. O'sha sifatlilari. Aynan siz bilan men bo'lishim shart emas bu o'rinda. Endi qarang, mana bunaqa narsa bor. Ya'ni qorni och paytda supermarketga kirmagin degan qoida bor-da.
Aytaylik mana bu forex targ'ibotini Instagramda ko'rishadi. $100 dan $100,000 qilib yuborishadi. Aytaylik man tengi 20 yosh atrofidagi bolalar Toshkentda aytaylik student bo'lib o'qiydida. Uni endi orttirgan puli bor. $100, aytaylik $500, mayli bir $1000 puli bor. Xudo o'ylaydi, qarasa uni pul topish kerak, harakat qilish kerak. Instagramga shuni ko'radigan bo'lsa, $100 dan kimdir o'zidan kerak bo'lsa kichkina bolalarda o'zidan kichkinalar yaxshi pul topyaptimi? Demak, men qila olaman deydi. Ana yoqdagi reklamada ko'rib turgan odam aytadi, bu narsani sen ham qila olasan, давайте kel kursimga, lekin $500 ga o'rgataman. Xo'p, mayli borishadi. Ana yoqdagi shu ustoz berayotgan referalni koddan o'tishadi, kirishadi, sliv qilishadi. Keyin mana bu narsani keyinroq tushunishi mumkin. Vaqt o'tadi. Endi men ko'p kelishgan shunaqangi shaxslar, shunaqangi tengqurlarning ko'p kelishgan. Men bu narsani tushunib yetdim. Tushunib yetishimga $100 ketdi, $1000 ketdi, $10,000 sliv qildim. Kerak bo'lsa, $100,000 dan oshiq sliv qilgan mani oldimga kelgan shogirdlarim bor deb. Tayyor, misol uchun aytaylik, okajon, men hozir sizga bilim berishga vaqtim yo'q degan bo'lsam, muammosiz hamma ishlaringizni yig'ishtiring, men hamma ishlaringizni qoplab bera olaman-da, itakchi menga faqat o'rgatib qo'ying. Aytaylik, men unga bermoqchi bo'lgan bir 2 soatlik konsultatsiyam yetarli, sohani bir yangicha tushuntirishlik uchun. Lekin bu narsa uchun bu unga to'g'ri keladimi, yo'qmi, u foyda ola oladimi, yo'qmi, haqiqatni bilish uchun yuz minglab dollarlar sarflab yuborishadi. O'sha tarafi yomon. O'sha siz aytdingiz-ku masalan, sliv bo'ladi. Mana shundan u qimorga xos bo'lgan yo'nalishligini tushunsa bo'ladi-da. Endi bu yoqda bitta narsani tushuntirib ketsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni investitsiyaning mohiyatini va halol investitsiya aslida qanaqa bo'lishligini. Biz targ'ib qiladigan yoki ular qo'sh tirnoq ichida targ'ib qiladigan trading bilan biz targ'ib qiladigan trading o'rtasida juda katta tafovut bor. Ularnikini nima uchun qimorga tenglayapman? Bizniki nima uchun investitsiyaga tenglanyapti? Bizni nazdimizda trading degani xuddiki invest qilishda qisqartirilgan vaqtdagi momenti. Ya'ni bizda vaqt qisqa bo'ladi. Xuddi biz ham invest qilamiz. O'sha kompaniyaga invest qilamiz, kompaniyadan dividend olamiz kerak bo'lsa, yoki u kompaniyani aytaylik narxi pastga tushgan vaqtda olib, o'zimizni sof pulimizga olib, eng qizig'i o'sha $100 bo'ladimi, $50 bo'ladimi yoki $1000 bo'ladimi, o'sha o'zimizni sof pulimizga olib, qimmatlaganda sotamiz. Va bu adolatli savdo. Dehqon ham olib sotar ham, dehqonda borib arzonga olib, bozorga olib chiqib qimmatga sotadi. Mana shunaqa investitsiya tushuniladi. Bizning nazdimizdagi trading investitsiya shu. Lekin ularning nazdidagi qanaqa? Ularda ham buy yoki sell degan knopkalar bor-ku. Nimaga u narsa qimorga yo'naltirilyapti? Bizning mafkurada. Odamlarda o'zi ozgincha qidirib ko'rsa, izlanib ko'rsa, mana shuni yechimini juda ham yaxshi topishadi. Bemalol internet ochiq baza, bemalol qidirib ko'rish mumkin. Hozir mendan ham yaxshiroq tushuntirib beradigan AI'lar bor. Sun'iy intellektlar bor. To'g'rimi? Ana shulardan bir og'iz so'rashning o'zi kifoya. Birinchidan, ular olib chiqadigan realistichni bozor yo'q. Qo'sh tirnoqchida ular olib chiqadigan realistichni bozor yo'q. Deyarli 90% holatda, ya'ni real bozor ko'rmaydi. Litsenziyaning shartnomalar hammasida yozib qo'ygan. CFD, ya'ni derivative, contract for difference. Bu narx ustiga quriladigan shartnoma degani. Tushunarli? Endi nimasi qimor unda? O'z shartnoma bo'lsa ham biz olsak-chi. Biz shu shartnomasiga investitsiya kiritsak-chi degan tushunchasi bo'lishi mumkin-da ularning. Biz $200 bilan qilishimiz. Ularni tikayotgan amaliyotida farq tafovut bor-da. Ular olayapti, shartnomani sotib olayotgan yo'q. Olayapti, hisobiga hech narsa o'tayotgan yo'q. $1000 pul buy degan tugmani bosyapti. Masalan, men HAO USD ni $100 misolida tushuntirib beraman. Masalan, HAO USD ni olishadi. Yana FX da savdo qilaman deydi. O'zi FX degan so'z ma'nosini bilishmaydi. Foreign exchange, valyuta ayirboshlash bozori. HAO USD vaholanki valyuta emas. U commodity marketga tegishli bo'lgan. Tilla u. To'g'rimi? Lekin ularning brokerda mana shu narsa savdo qilinadi. Shu yerdan tushunsa asosiy daromad shundan. Endi o'sha masalan $100 ga maksimum holatda 0.01 lot hajmida pozitsiya ochsa bo'ladi. Buy pozitsiyasini ochsa bo'ladi. Bunda qanaqa tushuniladi? O'sha 0.1 anaqa lot hajmida $100 ga ochilganda o'sha $100 pul uni riski hisobiga o'tadi. Men deydi stop qo'yaman, analiz qilaman desa, stop qo'yadimi, analiz qiladimi, nima farqi bor? O'g'irlik ham stop bilan, analiz bilan qilinadi. Ehtiyotkorlik bilan. Ehtiyotkorlik bilan, o'ylanish bilan har bir qadamini hisobga olinib, risk qilib qilinadi, to'g'rimi? Buni unaqa tushunish kerak emas. Nimaga? Masalan, men 0.1 degan lot hajm ochsam, HAO USD ochsam, stop qo'ymadim, tasavvur qiling. Tilini narxi taxminan 4700-4800 atrofida. Agar men o'ylaganda yuqoriga yurmasa, pastga tushib ketsa,
aytaylik, ana lot hajmini ham bilishmaydi-da o'zi. 0,1 degan lot hajmi qancha desa, bu 1 unsiyaning yurishiga tikiladigan pulda. 1 unsiya tilla bu 26 butun yoki 28,134 gramm tilla bo'lishi kerak. O'zbek bizda grammda o'lchashadi, Amerikada unsiyada o'lchashadi. Ana vazn o'lchov birligi. 1 unsiya tilla bizda 28,134 grammga teng. Mana shu 28,134 gramm tillani narxini yurishi, yuqoriga yurishi yoki pastga yurishiga tikiladigan pul hisobi o'zi aslida. Lot hajmi shunaqa tushuniladi. Mana shu lotni aytaylik, narxi 4,800 dan pastga qarab tushishni boshlasa, men yuqoriga tikishiga tikdim-ku. Aytaylik, pastga tushishiga yurishni boshlasa, menda hamma hisob o'chib qoladi, 0 ga teng bo'ladi. Ayni siz yuqorida sanab o'tgan sleeve degan tushuncha paydo bo'ladi shu yerda. Ya'ni depozitimda pul uxladi, ham pul uxladi, ham menda o'sha instrument qolmadi. Bundan nimani tushunish kerak endi? Yakuniy xulosa sifatida, demak men tillani yurish hodisasiga pul tikayotgan ekanman. Agar g'oyam bo'yicha yursa men foyda qilaman, g'oyam bo'yicha pastga yursa yutqazar ekanman. Demak hodisa ekan. Hodisa o'laroq, masalan, qaysidir hodisani bo'lish bo'lmasligiga pul tikilsa va hodisa teskarisi bo'lsa, nima bo'ladi? Bu vaziyatni nima deb tushunamiz? Bitta so'z bilan aytganda, qimor deb tushunamiz. Mana shu narsa qimor. Ana o'shaning uchun men qimorra da'vosini qilib chiqdim-da ijtimoiy tarmoqda. Va bu investitsiya emas va bu trading emas. Men analiz qilyapman degani, odam har bitta qadamini analiz qilib yuradi. Birma-bir qadamlarini analiz qilib yuradi. To'g'rimi? Siz ham masalan, aytaylik, mashinaga chiqishingiz uchun ham analiz qilasiz. Qaysi mashinada ketsam ekan, Malibu chaqirsammi ekan, yoki Gentra chaqirsammi ekan, yoki Comfort, Lux Comfort qaysi birini chaqirsam ekan deysiz o'zingiz uchun, to'g'rimi? Demak, mana shu narsadan o'zimizni, ommani ehtiyot qilishimiz kerak. Ehtiyot qilishimiz. Bunda bizga qanaqadir broker javobgar bo'lmasligi mumkin, yoki foydalanayotgan brokerimizda yoki foydalanayotgan platformamiz o'ziga qarasa ham deyarli bunday statistikasi bo'yicha o'ziga qaralganda men ko'rganman hammasida, chunki ular Yevropadan ro'yxatga o'tgan, Yevropaning qonunchiligi bor. Aniq investitsiya qilayotgan odamning qanchasi kuyadi, qanchasi daromad qiladi, o'sha narsani keltirib o'tmasa, u firma ochib berilmaydi u uchun. O'sha qaralganda men eng ko'p ko'rgan qiymatim 75-70% bo'lgan. Bu degani har 4 ta kirgan odamdan bittasi foyda qiladi, qolgan 3 tasi yutqazadi. Mana shu qimorligida iddaosi bo'ladi. Bundan ehtiyot bo'lgan ma'qulroq. Va o'ylardimki, yana bir dalil o'rnida aytib ketaman, shu bilan keyin o'zimizning sohaga qaytamiz. O'sha brokerlarda bitta qiziqarli savol qo'yaman har bir foydalanuvchiga, agar forex bo'lsa bizni kuzatayotgan. Qiziqarli savol. O'sha brokerlarda nima uchun Amerika, Avstraliya yoki Yevropaning qaysidir mintaqalarini rezidentlari akkaunt ocha olmaydi? O'shanga yuridiksiya jihatdan qarshilik qo'yib qo'ygan. Bularga xizmat ko'rsatmaymiz degan. Bemalol hammasi ko'rish mumkin. Hammasida shu mamlakatlar ta'kidlab o'tilingan. Qatar ham bor u yerda. Qatar fuqarolari ham o'ta olmaydi. Eron bor даже kerak bo'lsa. Vaholanki, Yaponiya ham bor kerak bo'lsa. Vaholanki ularning industriyasi katta-yu tepada-yu, boshqaradiganlar shular-ku, o'sha Amerika bo'ladimi? Nimaga ularni mamlakat rezidentlari, ya'ni fuqarolari foydalanishga ruxsat yo'q? Jarayonda bitta savol bor, endi bu men bu tushunadigan insonlarga yoki sizga agar biladigan bo'lsangiz, men shu ba'zi bir endi nomini aytmay, shu brokerlarni ko'rganman-da. .uz ham bor. Qaysidir katta broker, hamma biladigan broker, .uz ham bor, .com ham bor, .uk ham bor, .ru ham bor. Lekin asosiy saytlarda bitta .com bilan tugaydi. Nimaga ularda shunaqangi, aytganingizdek amerikaliklar kirolmaydi yoki qaysi davlatlar kirolmaydi? Mana shu narsani ham men tagiga tushunib yetmaganman to'g'risi. Mana shu narsa juda qiziq savol. Aynan mana shu ulardagi yashirin iqtisodiyot va ularni qimorligiga demak dalil bo'la oladigan isbot. Mana shu narsani o'zi. Ya'ni saytlar o'rnida emas, mamlakatlarga ruxsat bermagani. O'sha mamlakatlar, ya'ni iqtisodiyoti zo'r bo'lganlarga o'zi xizmat ko'rsatmasligida. Ular o'zlari uchun chegara qo'yib qo'ygan. Endi saytlarga keladigan bo'lsak, har bir sayt nima deydi, o'zi uchun qanaqadir foydalanuvchi jihati o'laroq, masalan, ofitsialniy qanaqadir ofisini ochib qo'ysa, u uchun o'zbekcha uchun yoki ruscha uchun ochib qo'yishaveradi ular. Ular ham ofitsialniy rolida ketaveradi. Lekin asosiy baza qayerda bo'lsa, o'shanikidan foydalanish kerak. To'g'ri, chunki bu narsa misol uchun har bitta tanishgan shaxsingizga har xil ism aytish bilan barobar narsada, chunki deyarli shunaqa. Deyarli shunaqa bo'lib tuyuladi. Mana shu narsa meni shubhalantirgan. To'g'ri. Ko'rgan jarayonimda. Endi o'zimizni sohaga yo'naltiradigan bo'lsak, bizdagi nima uchun invest? Yakunlab qo'yamiz suhbat shu bilan. Bizdagi nima uchun invest? Bizda sotib olayotgan narsamiz nimaligini bilib olish kerak odam. Yoki sotib olinayotgan jarayonni tushunchaga ega bo'lib olish kerak odam. Masalan, men aksiya oldim degani o'zi nimani oldim?
Qimmatli qog'oz. Qimmatli qog'oz bu o'rinda moliyaviy instrument, to'g'ri. Qimmatli qog'oz bir o'rinda moliyaviy instrument, lekin o'zi aslida nima? Mana shu narsaga oydinlik kiritib ketmoqchiman. Aksiya degani bu egalik huquqi. Biror bir moliyaviy kompaniyaga, moliyaviy instrument o'ziga egalik qilish huquqi. Bunaqa instrumentlar ko'p. Biz bularni bittasini yoki NFT deymiz. NFT'lar juda zo'r targ'ib bo'lgan, maymun rasmlari eslatmoqchi. Ular galereyalarga rahbarlik 23 qilish. dan Galereyalarni egalik huquqi o'z aslida NFT'lar. Biz aytayotgan aksiya esa faqat kompaniyalarga egalik qilish huquqi. U sizga nima beradi? Bir ma'noda kompaniyadan daromad qilish degan narsa, trade qilish degan narsa bu bir tomonlama. Lekin invest qilish tushunchasida ham siz kompaniyaga biznes sherik bo'lasiz, ham siz kompaniyani arzon paytidagi rivojlanayotgan, endi rivojlanish boshlagan paytidagi olgan aksiyalaringizni qiymati rivojlangandan keyingi qiymatiga, o'sish qiymatiga, o'sha o'sishidan ham, ya'ni narxini qimmatlashuvidan ham daromad olasiz. Bu vaqt hisobiga bo'ladi. Xuddi olib sotar dehqondan pishgan payti olib bozorga olib chiqib olib 3-4 kunda maydalab sotganday gap. Aksiyalardan shunaqa daromad qilish, ya'ni adolatli savdo qilish bor. Hukm jihatdan adolatliligi shu. Bu haqiqiy adolatlilik. Mana shu savdoni adolatli ekanligi. Chunki olayotgan odamda agar sota olmasa ham tarvuz qolyapti. Menda ham sota olmasam ham, sotmasam ham yoki narxi arzonlab ketib qolsa ham o'sha aksiyani, menda aksiya turibdi. Mendan aksiyamni hech kim olib qo'ya olmaydi. Men unda har bir kvartalda dividend topib yashab yurishim mumkin. Bu aksiya. To'g'ri. O'shaning uchun men o'ylardimki, va yana bitta narsa, Amerikada trading degan tushuncha kelganda, ular stock marketda savdo qilish tushunadi. Bironta film yo'qki, aytaylik, Amerika ishlab chiqqan, juda ko'p marta ishlab chiqqan stock market to'g'risida. Ya'ni faqat ular film ishlab chiqsa, hammasi faqat stock market to'g'risida. Ya'ni forex haqida yo'q deb. Forex haqida tipa yo'q. Tushuntira oldimmi? Ya'ni tushunishimiz kerak bo'lgan, moliyaviy iqtisodiyot rivojlangan davlatlarda nima rivojlangan desanglar, ya'ni trading degan tushuncha deganda nima fikr keladi desanglar, o'zingizlar yotig'i bilan fikr qilib yuritib ko'radigan bo'lsanglar ham faqat stock market kelish kerak. Ya'ni Amerikada shunaqa kelgandan keyin biz nimaga qayerdagi bir aytaylik qimorlik da'vosi bor bo'lgan, qimorlik gumoni, masalan siz qimorligini da'vo qilib chiqa olmasangiz ham, qimorligini bilmasangiz ham qimorligida gumoni bo'ladi, любой odamda qimorligida. Chunki kichkina summadan birdan katta qilib yuborish degan narsa keladi hammada. Qimorligida gumoni bor bo'lgan narsaga tikib nima qilasiz? Yoki ishonchsiz bo'lgan narsaga pul tikib nima qilasiz? Moliyaviy dohodga, moliyaviy erkinlikka chiqmoqchimisiz? Men aniq maslahat beraman sizlarga. Aynan fond bozorini. U nafaqat O'zbekistonniki bo'lsin va nafaqat Amerikaniki bo'lsin. Shu o'rinda albatta Sadiq Invest jamoasi va uni rahbar bo'lgan Lazizxonga ham juda ham o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Men albatta bu men bilan qilinayotgan juda ham maroqli bo'lgan suhbatda. Xudo xolasa. Xo'p, Odilbek aka, sizga mana bizani komanda endi ichki tomonlama ishlashni boshlagan va meni o'zimni shogirdlarimda ham shu umuman olganda investorlardan kelgan savol bor. Men bu savolga o'zim yetarlicha javob bera oldim deb o'ylayman va yana biz bu jarayonda sizdan fikringizni bilmoqchiman mutaxassis sifatida. Va bu narsa ham men bu aksiya treyderlarining ichida ham bir tema bo'lyapti. Aksiyani olayotgan jarayonda stop loss bilan ishlash kerakmi yoki stop losssiz? Endi bu narsani qisqacharoq tushuntirib beraman hozir, stop nimaga kerakligini. Va bunga bir javobingizni beradigan bo'lsangiz ancha menimcha yaxshi bo'ladi, hammaga foydali bo'ladi. Xo'p, aksiyalarda menimcha ko'pchilik bilishadi, stop loss va take profit degan narsa bor. Ya'ni bizlar broker bilan savdo qilamiz. Bizani ya'ni shu qabz qilib beradigan shaxsimiz bilan savdo qilayotgan jarayonda biz misol aksiyani $100 dan oldik. Aytaylik bizani tahlilimiz bo'yicha $95 dan pastroq uchiradigan bo'lsa bo'ldi. Darshi yana pastroq qulashi mumkin degan bizning bir bozor taxminlarimiz bo'ladi. Ya'ni tahlillarimiz, ya'ni bu jarayonda biz brokerga buyruq berib qo'yamiz. Shu men bo'lmagan vaqtda ham agar narx shu zonaga keladigan bo'lsa sotib yubordi buyruq berib qo'yamiz. Mana shu jarayonda treyderlar uchun kerakmi stop loss, investorlar uchun kerakmi stop loss? Shu narsaga fikringizni bilmoqchiman sizdan. Juda ham chiroyli savol. Va o'zi stop loss deganda bu aytaylik noto'g'ri tushunib qolishmasin. Bizga qarshi fikr bildirib forexchilar biz ham stop loss qo'yamiz. Sizlar nega stop loss haqida gapiryapsizlar deyishligi mumkin. Stop loss degan tushuncha bu ikki tarafda ham bir xil da'voni olib chiqsa ham, lekin ma'no jihatdan ikkalasi har xil. Tushuntirib o'tdim yuqorida, ularda tikilayotgan pul u garov evaziga tikilayotgan pul o'rnida bo'ladi. Unda stop loss qo'yasizmi, qo'ymaysizmi, u ahamiyatsiz. Bizdagi narsa garov emas, biz o'zimiz olgan egalik
kelayotgan molga faqat qarshi narx qo'yyapmiz xolos. Ya'ni chegara qo'yyapman. Masalan, bozorda olib sotar dehqondan aytaylik 2,5 mingdan tarvuz olsa, bozorda keyin narx tushib ketyapti. Narx tushib ketyapti, bozorga qarayapti dehqon, olib sotar qarayapti-da, qarasa narx 2 mingdan kerak bo'lsa 1,5 mingga ham tushishi mumkin ekan. Chunki naryoqqa qarayapti, uni tarvuzi yetilyapti, u yoqqa qarayapti, buni tarvuzi yetilyapti. Demak, ulardek yetilib bo'lganda srazi narx yana poligon tashiydi. O'zi 2,5 mingdan olgan, lekin u odam pulini katta qismiga kuymasligi uchun nima qiladi? 2 mingdan bo'lsa ham beraveradi. Ya'ni olib-sotarni chegarasi aynan o'sha stop loss degani o'sha 2 ming. Bizda ham xuddi shu mafkurada qo'yiladi. Vaqt yo'qotgandan ko'ra pulimizni oz qiymatini yo'qotib, boshqa narsaga tikib, uni 2-3 barobar ko'paytirib olishlik. O'sha narsa tushuniladi. Endi bu agar trader bo'ladigan bo'lsa, investor bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi o'rtasidagi farq nimada? Qaysiga stop loss kerak, qaysiga kerak emas deydigan bo'lsa, men aytardimki, ko'proq traderga kerak. Chunki trader degan so'zni ma'nosi bizning nazdimizda investitsiyani qisqalashtirilgan vaqtdagi amaliyoti. Qisqa bo'lganda ham 3 kun, 1 hafta hisobida. O'sha 3 kun, 1 hafta, bir necha kun yoki 1 kunning o'zida ham bo'lishi mumkin kerak bo'lsa. Mana shunaqa narsa trading deyiladi. Investitsiya xuddi shu amaliyotni faqat uzoqroq muddatga qilinganligi, 1 oyga, 1 yilga, aytaylik, yarim yilga mana shu narsa. Endi narx o'zgaruvchanligi spekulyativ holati investitsiyada deyarli qaralinmaydi. Narxga deyarli baho berilmaydi. Ko'proq kattaroq baho faqat kompaniyaning fundamentiga, kompaniyaning rivojlanayotganiga, nima tovar ishlab chiqarayotganiga va Amerika xalqini o'sha tovarga nisbatan ehtiyoji o'laroq hisob-kitob qilinadi. Qanchalik ehtiyoji ko'payayotgan bo'lsa o'sha tovarga, bo'ldi, demak bu kompaniyaga invest qilish kerak. Bo'ldi, tikib qo'yiladi, bo'ldi. Chunki kompaniya qancha ko'p tovar sotsa, uni dohodi shuncha ko'p yaxshi chiqadi va kompaniya yaxshi o'sadi. O'sish imkoniyati bor bo'ladi. Demak, o'sha o'sish imkoniyatidan kelib chiqib, bemalol o'shani tikib qo'ysa, unga qanaqadir ma'noda stop loss kerak emas. Chunki u kompaniyaga invest qildi va undan dividenddan daromad qilmoqchi va narx o'sishidan daromad qilmoqchi. Bo'ldi, unga stop loss kerak emas deb o'ylayman. Yoki rivojlanmay qolsa ham u aytaylik qaysidir muddatda baribir puli uzoq muddatga tikilayotganida dividendini olib yuraversin. Narx tushib ketsa ham, misol, qachondir yana qaytib chiqadi o'sha narxga. Yoki undan ham teparoqqa o'tib ketib qolish ehtimoli bor. Aynan o'sha narsa menda bir misol o'rnida aytib ketaman. MD kompaniyasida bo'lgan. MD kompaniyasi video karta ishlab chiqaradigan kompaniya bo'lgan. Biz uni o'tgan yil adashmasam juda yaxshi savdo qilganmiz. 2024-yilda invest qilishni boshlaganmiz MD kompaniyasiga 2024-yil oxirida. Va bilasizmi, 2025-yilni avgust oylari oxiriga men sotdim MD kompaniyasi. Men olayotgan paytimda MD kompaniyasining narxi $190 edi. 2024-yilda $190 men bir nechta olib invest qilib boshladim. Keyin narx bexosdan tushib ketib qoldi. Men ko'tariladi deb o'ylagandim. Nimaga uchun ko'tariladi? AI zamoni kelyapti, sun'iy intellekt, ularga albatta chip kerak, u ko'tarilib ketadi. Aniq ko'tarilishi. AI zamon kelyapti, chunki ularga ko'p chip kerak. Buni tushundikda invest qilishni boshladik sekin-sekin. Keyin qaradik, narx tushib ketdi. MDni daromadlari yaxshi chiqmadi, MDga bo'lgan qiziqishlar o'ldi. Shu o'rinda Nvidia ko'tarilib ketdi. Biz adashib qoldik-da, biz Nvidiaga kiritishimiz kerak bo'lgan narsani biz AMDga qilib yuboribmiz. Keyin tushib ketib qoldi. Narx tushdi, biz oldik $168 gacha tushdi. Biz AMDni sotmadik, chunki u yirik kompaniya. Sotmadi. Kapitali qancha edi? Kapital adashmasam $1 trillion kompaniya. Trillionga yaqin. Men rostdan bilmas ekan bu kompaniyani. Endi men aniq siferlar meni esimda yo'q, lekin Nvidia'nikini bilaman. Amerika bozorida birinchi o'rinda turadi. 4 trilliondan oshdi. 4-6. Uni raqobatchisi AMD. AMD kompaniyasi, u ham chip ishlab chiqaradi. O'sha kompaniyani aytaylik $160 atrofida ham biz yana qo'shib olaverdik, invest qilaverdik. Reinvestirovat, ya'ni tashqaridan pul olib kirib qo'shaverdik, olaverdik pastga tushgan paytda. Vaholanki biz uni o'sishini bilamizda, sababi chip kerak-ku baribir. Nvidia chip yetkazib bera olmaydi qaysidir kompaniyalarga. Chunki sun'iy intellekt bozori kengayib ketyapti-yu. Har xil AIlar chiqib kelyapti. Hammasi har xil kompaniya bo'lib kelyapti. Ularga chip kerak. Demak, baribir AMDga qachondir invest. AMD deyapsiz, to'g'ri? AMD. AMD tushunarli. O'sha AMDga MD deb tushundim. Rosta endi tabiiy bo'laversin bu yog'i. O'zbekcha oltinchi MD deb tushundim. MD deb tushundim to'g'risini. Yo'q. AMD. Xo'p, mana shu kompaniya keyin ko'tarilishni boshladi. Kutganimizdek bo'ldi. Kerak bo'lsa $200 ham oshib ketdi. O 220-250 atrofiga chiqib ketdi. Nima desa bo'ladi? Juda ham katta daromad olib keldi mana shu narsa. Bizning trade tariximizda. Men bu avgust oyining boshida, ya'ni avgust oyining birinchi kunida men tahlil o'tkazgandim va imенно Micron Technology aksiyasini sotib olgandim.
va bu narsani shu efir qilayotgan jarayonda sotib olganman. $5000 investitsiya kiritilgan bunga va endi именно man bu sotib olgan $5000 summam investor счетda bo'lganda, endi bu yoqda endi bizani investorlar bilan kelishuvimiz bo'ladi-ku. Bu jarayonda iloji boricha foydani olib 5, 10, 15 maksimum 20% olib tezroq chiqib ketish. Lekin o'sha vaqtda mani shu o'zimni nazrimda tahlillarim bo'yicha $250 atrofiga chiqishi kerak edi. Hozir aytaylik $420 gacha chiqdi narxi. Misol uchun manda aytaylik yoki umuman olganda imkoniyat ko'rib turgan insonda shunaqangi nuqtai nazar bo'ladigan bo'lsa, aytaylik rostdan shu ko'rib turgan kompaniyasi mana bu 200-300% o'sib ketadigan bo'lsa, man nazrimda, ya'ni investor nazri bilan qaraydigan bo'lsak, stop loss kerak emas. Mayli, o'sha olgan $106 dan olinganda, $106 dan olgan kompaniya 80 ga tushsin, 70 ga tushsin, lekin mayli man 1 yil kutaman, aytaylik 100% natija bersin, $200 dan o'tsin. Biz uchun, men uchun yetarli. Ya'ni aynan investorlarning nazri bilan qaraganda. Misol uchun men endi shu faoliyatim davomida aslida men 2,5 yil ko'proq trade qilganman-da. Endi hozir investing yo'nalishiga o'tganman va men bu amerikansk kompaniyalarni, kerak bo'lsa BlackRock, JP Morgan, Vanguard, UBS, mana shu institutsionallarning strategiyalari bilan ishlayapman. Iloji boricha aksiya olinadi, stop losssiz dalnishmi ishlash. Shu holatda kerak bo'lsa ishlayotgan men o'zimni jamoadoshlarim bor. Endi kapitali kerak bo'lsa $1 million, $2 million endi bemalol ochiq aytsa bo'ladi bu narsani. $2 million yoki undan ko'p balans bilan ishlashadi endi komandada. O'shalar aka 6 oyda bir aytaylik $1 million shotida 100 mingdan 10 ta kompaniya olib qo'yishadi. 6 oy kutishadi. Win rate o'rtacha 50-60% bilan chiqishadi 6 oyda. Bu juda zo'r natija. Stop losssiz. Bu narsani aytaylik, men ishlab yurgan kompaniyalar, hamma biladigan shu AMD, Nvidia, Tesla shular bilan ishlashadi ular. Kerak bo'lsa. Endi portfel chiroyli tuzishadi. Biz ham shu kompaniya bilan ishlaymiz. 5%, 10% bilan chiqib ketamiz. Lekin bu jarayonda shu biz qilishimiz mumkin, realni qilishimiz mumkin. Shu bozor ichida yurimizmi? Realni misol uchun orttira olgan pulimiz bormi? Aytaylik, sizda yoki faqat menda emasda, imkoniyati bor shaxsda bormi bu narsa? Aytaylik, yosh investorda bormi? Yangi bilimsiz investorda bormi? Lekin bu imkoniyat bor bozorda. Aytaylik, siz savdo qilyapsiz, shotingizda $500 pulingiz bormi, $1000mi, $5000mi? U sizning shaxsiy molingiz. U sizning shaxsiy molingiz. Lekin bu narsani bozordagi imkoniyatlarni siz ko'ra olyapsizmi? Ko'proq balans boshqarishga imkoniyat yetadimi? Imkoniyatdan foydalanish kerak. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Chunki bizani yo'nalishda eng qiziq narsa borda. Misol uchun aytaylik, siz SMMchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki qanaqa dasturchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz yozgan kodlaringizni, programmangiz kodini, qanaqadir sirlaringizni menga aytmaysiz. Aytadigan bo'lsangiz, men u narsani boshqa formatda olib chiqishim mumkin. Va sizni bu avtorskizga anaqa beradi. Sizni o'yiningizga tushiradi bu narsa. Siz foydalana olmaysiz. Lekin aksiya bozorida men Apple bilan ishlayapmanmi, siz Apple bilan ishlayapsizmi? Qaytaga yaxshi bizga. Kichkina bo'lsa ham ob'yom bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni bu jarayonda men bu Sadiq Invest tashkilotchimizdan maqsad shu O'zbekistondagi katta top treyderlarni, investorlarni birlashtirish va rivojlanmoqchi bo'lgan va shu bu yoqda bemalol ochiq aytsak bo'ladi, $5000 oshiq balans bilan ishlamoqchi bo'lgan investorlarni birlashtirish. Bu jarayonda bizani fikrimiz, katta shu ustozlarimizning fikri, kerak bo'lsa chet eldagi bir hamkorlarimiz bor, ustozlarimiz bor. Ularni fikri bilan birlashib biz ishlaydigan bo'lsak, bir kishi bo'lsangiz adashasiz, ikki kishi bo'lsangiz adashasiz. Lekin ko'pchilik bo'ladigan bo'lsak, hammamiz fikrimiz bir joydan chiqadigan bo'lsa va katta mutaxassislar bilan, kerak bo'lsa men bu institutsional fond tashkilotlar bilan biz ishlaydigan bo'lsak, birga tahlil qiladigan bo'lsak, bu imkoniyatni olishimiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Prosta men bu yerda 3%, 5% bilan ishlab yurgandan ko'ra. Juda zo'r. Shunaqa. Asosiy bizani men Sadiq Investdagi maqsadimizdan shundan iborat. Juda yaxshi. Yaxshi. Alloh taolo. Endi bu narsani shu auditoriya uchun ham tushuntirib qo'yaylik. Bizga stop loss kerak, faqat siz qisqa muddat bilan ishlaydigan bo'lsangiz. Lekin yakuniy xulosasida, lekin uzoq muddat bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, maqsadingiz aytaylik, men bu invest qilgan summangizni 3 oy, 6 oy, 1 yil bemalol tashlab qoladigan bo'lsangiz, yana qo'shib, даже kerak bo'lsa, investitsiya tashqaridan olib kiradigan bo'lsangiz, stop losssiz ishlaganingiz ancha qulayroq bo'ladi. Chunki biz endi sizda ham, menda ham, hammada, bizning atrofimizdagilarda aksiyani olishdan oldin qayerdandir signal kelib qoldi, oldingiz bo'lmas. Bizga kerak bo'lsa kompaniyani 3 kun, 1 haftalab o'rganamiz. Misol uchun meni o'zim kuzatuvimdagi kompaniyalar bor. Kerak bo'lsa 10 kundan beri kuzatib kelyapman. Mayli, narxi oshib ketadi bittasini, lekin bittasi qoladi. Mayli, misol uchun $10,000 olasiz, kerak bo'lsa $1000 minus turasiz, lekin
kutasiz, shu yuqorida tushuntirib berganimdek, xuddi mana bu Muga o'xshash kompaniyalar borda hozir. Protsess Xuddi albatta 200% o'sib ketadigan. man albatta Nurinvest akademiyasiga va Nurinvest faoliyatchilariga juda ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu o'rinda Nurinvestda faoliyat yuritganimda ayni shu Mu kompaniyasi to'g'risida man bitta video qilganman. Bemalol Nurinvest deb qidirib YouTube formatida ko'rsa bo'ladi. Mu kompaniyasini o'sish to'g'risida. Buni aytaylik, siz 1 yillik voqeani aytyapsiz adashmasam. Yo'q, avgustda bo'lgan. Ha, o'sha juda 1-avgustda $106 olganmiz. juda ham yuqoriga o'sib ketgan. Juda ham yuqoriga o'sib 250 qachon chiqadi akalar, javob degan. Men rosti. Yesano videolar kerak pafikdan keltirib bera man anaqa qilgan paytda adashmasam $80 $84 shunaqa edi. Tahlil bitta o'sishdan oldinda u. O'shanda ayni shu Mu kompaniyasini hozir gapirganingizga juda ham esimga tushib ketdi to'g'risi. Shunaqa. Ya'ni yakuniy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, treyderlar uchun stop loss kerak. Sababi ular ko'p vaqt yo'qotishni istamaydi. Qisqa vaqtda ko'proq daromad qilishni o'ylashadi, o'shaning uchun stop loss kerak. Minimal yutqazish bilan kattaroq foyda olish. Invest qilayotganlarga esa bu narsa kerak emas. Yakuniy fikrim shu. Odilbek aka, avvalo sizga rahmat. Shu Sadiq Invest komandasiga qo'shilganingiz bilan avvalo tabriklaman ham va rahmat yo'q demasdan kelganingiz uchun va komandamizga qo'shilganingiz uchun. Avvalo mana Sadiq Invest komandasida Xudo xohlasa hamma taniydigan shu ustozlarimiz, treyderlarni, investorlarni qo'shishga harakat qilamiz. Chunki shu yuqorida aytganimdek, bizning maqsadimiz iloji boricha hammamiz mana shu sohani ichida rivojlanamizmi, shu sohadan noyamizmi, iloji boricha effektivlikni oshirishimiz kerak. Ko'proq foyda olsak, bir-birimizga yaxshi va eng qizig'i biza shu mana bu bizda endi shaxsiy brend bor, auditoriyani iloji boricha to'g'ri yo'nalishda foyda olishligiga, xatolarsiz, pullarni yo'qotmasdan foyda olishligiga albatta o'z hissamizni qo'shamiz inshaalloh. Albatta, taklifinglar uchun juda ham rahmat va Sadiq Invest jamoasiga omad tilayman. Xudo xolasa u yerda bir moliyaviy maslahatchi sifatida men ham bir qo'shilib, bir investorlarni kuzatib, ulardan xabardor bo'lib turishlikdan o'zimni juda ham xursand his qilyapman. Avvalo sizlarga mutaxassis sifatida chaqirib, menga murojaat qilganinglar uchun aynan o'sha Sadiq Invest jamoasi, nafaqat o'sha egasi bo'lgan sizga o'z minnatdorchiligimni yana bildirib qolaman. Ko'rishganimizdan, tanishganimizdan juda ham xursand bo'ldim. Alloh xudo xolasa ishinglarga baraka bersin. Xudo xolasa bir jamiyatga bir foyda keltira oladigan produkt chiqarayotganinglardan juda ham xursandman. Rahmat. Bizlarni kuzatuvchilarimizga ham rahmat aytaman va bizlarni hozirgi o'tkazgan bir podkastimiz Sadiq Invest loyihasini shu birinchi podkasti bo'ladi. Bundan buyog'iga Xudo xohlasa shu sizlar kommentariyada yozib qoldiradigan bir mutaxassis ekspertlarni, ustozlarni taklif qilishga harakat qilamiz va keyingi shu qiladigan suhbatlarimizda qanaqangi mavzular qiziq bo'ladi, qanaqangi temalarni, kerak bo'lsa qanaqadir bir aksiyalarni razborinimi, sizlarga bir nima kerak bo'ladigan bo'lsa yozib ketsanglar, biz shundan xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat. Sizga ham rahmat. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tradingni o'rganishdan charchamaymiz. Investitsiyani to'g'ri yo'lini tanlanglar.